Dollar eksperimenti zo'ri bo'ldi, ko'rib turibsizlar. Bu xorilar, bu firmalar nima deydi? Qorni ko'taradimi deganlarga qadrdonlar qor yo'lda tursin mana. 1,5 tonnalik yukni ko'tarib turibdi. Bu ko'tarib turgan ham bir dona firma mana. Bir dona xorimiz ko'tarib turibdi qadrdonlar. Hammasiga osib qo'yilgan yo'q. Bitta mana shunga yuk tushib turibdi. 1,5 tonnalik yukni ko'tarib turibdi qadrdonlar. Akalarimiz mana shu ko'rib turgan joylaring uzunligi 50 metr, eniga 23 metr joyda bez ustin mana yopishib beribdi qadrdonlar. Bugun biz Farg'onani Bog'dodida turibmiz. Farg'onani Buvaydasi Kaminterimidan ustakalarimiz mana shu xizmat qilib beribdi. Kaminterlik mana shu ustakamiz bo'ladi. Juda ham zo'r xizmat ko'rsatib beribdi. Bu akalarimizning xizmati eng arzoni 130 mingdan boshlanib 450 ming so'mgacha 1 metrini qilib berishaverar ekan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab. Xohlasangiz mana shunday zdanyalarda, nima deydi, kim xonadon tomlari, nima mol boqadigan akalarimizga katta naveslar, skladlar, samoyka, parkovka hamma yo'lda zo'r qilib tomini yopib berishaverar ekan. Akalarimiz 2 yil oldin mana shu joyda tomini yopib berishgan ekan. Bitta ko'rsatamiz qadrdonlar. Hozirgi kunda 1 metri 250 mingga to'g'ri keladi shu xizmatimiz deyishyapti. Mana qaranglar, 2 yil oldin mana shu tomni yopishib bergan ekan. Zo'r qilib. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirdik. To'liq video tajribali ustalar YouTube kanalida.